Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Tajriba o'z kanal admini Rustam Murodjon. Sizlarni kanalimda ko'rganimdan bag'oyatda xursandman. Azizlar, kanalda kim yangi bo'lsa, obuna bo'lib, bittadan like, kommentariya qoldirishingizni so'rab qolardim. Agarki ushbu video kanal sizga manfaatli, foydali bo'layotgan bo'lsa, kanaldan uzoqlashmang. Like va podpishkalar bilan yordam qilib turishingizni so'rab qolaman. Qani bo'lmasam boshladik. Bugungi dasturda ko'rib turganingizdek, o'rdak jo'jalarini parvarishlash haqida gap boradi. Hindu o'tkami, oddiy haqqiloq o'rdakmi, g'ozmi yoki indiyskiy begunokmi, xullas hamma o'rdak jo'jalari suvda suzadigan parandalar jo'jalari bir xil boqiladi. Bularga tovuq, g'uli jo'jalariga o'xshab ochilgandan keyin suvni qaynatib berish degan narsalar shart emas, lekin qaynatib bersangiz nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Faqat bunda bular o'sha qaynatilgan suvga o'rganib qoladi. Keyin qaynatilmagan yoki zo'rdagi suvlar, grantdan suvlar bersangiz qonni orib muammolar kelib chiqadi. Shuning uchun bularga o'zimning tajribamdan kelib chiqqan holatda aytaman. Birinchi kunda grant suvni, xom suv berasiz, qaynatilmagan. Ikkinchi kundan oddiy shu zo'r suvmi, grant suvmi, qizig'i yo'q, oddiy suvlar beraverasiz. Bular ochib chiqqandan keyin iloji bo'lsa, bruderingiz bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Bruderingiz bo'lmasa, kattaroq korobka qilib, o'zidan issiq tarqatadigan lampochkalar bo'ladi, 150 vatt, 100 vattli. O'shalarda holatiga qarab, tepa-past qilib 25 gradus, 30 gradus atrofida issiqlik taratadigan bo'lsa, o'sha korobkaning ichida yaxshi bo'ladi. Bularni kech payt qamaganingizda, o'sha korobkaga ham, bruderga ham qo'yganingizda svet o'chmasin, suv uzilmasin. Bu birinchi oygacha, bir oydan keyin suv uzilsa ham, misol kech payt suvini berdingiz, kech paytgacha suvini berdingiz, keyin kech payt dam oladi, kunduzi keyin yana suvini berib, ko'chalarga olib chiqib baxtsiz bo'laveradi. Birinchi oygacha suv uzilmashi kerak. Muammolar kelib chiqadi, o'lim darajasiga ham boradi. Chunki ertalabgacha bular suvsab, keyin to'yib suv ichadi, oshqozon suvga to'lib, keyin qonni orib, shu bilan bakteriyalar boshlanadi. Birinchi kundan bularga oddiy makkani maydalangani, oz miqdorda startoviy broilerda donidan, keyin bug'doyda maydalanganidan beraverasiz. 3-kundan tuxumni qaynatib, primerni 10 ta jo'jaga bitta tuxum ertalab, bitta tuxum kech payt. Yoki 20 ta jo'jaga ham bo'laveradi. Bitta tuxum ertalab, bitta tuxum kech payt qaynatib bersangiz bo'ladi. Tuxum qaynatib bersangiz bularni rivojlanishiga yana ham yaxshi bo'ladi. Asosiysi shu don, suv, svet. Muntazam bir oyda ichida shu narsalarga amal qilsangiz, xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bularga hech qanaqa antibiotik, qo'shimcha vitamin, chiktoning, shunga o'xshagan narsalar shart emas. Birinchi sutka, ikkinchi sutkalardan qizil parashut bo'ladi, shunga o'xshagan parashut, xullas vitamin, bu narsalar bularga shart emas. Bular shu qo'yib yuborsangiz o'zi ko'katlarni yeb, toshlarni yeb, qancha erkinlikda katta bo'lsa, qancha bularni sayr qildirib, ko'p yashil o'tlarda, suvlarda ushlasangiz, shuncha bular tez katta bo'ladi. Bularni aytishadi, 15 kungacha, 1 oygacha suvga tushirish mumkin emas deydi ko'pchilik. Yo'q, tushirsangiz bo'ladi. Ekraningizda ko'rib turgandek, juda tez oqmaydigan va juda sovuq emas suvlarga, anaqa issiqroq, sekin oqadigan suvlarga mana 4-sutkadan tushirishni boshladim.
Xudo xohlasa hammasi yaxshi. Bu oldindan shunaqa qilib boqqanman. Tez katta bo'lgan. 4-sutkadan bularni suvga qo'yib boqqanman. Boqsa bo'ladi. Suvga tushirib. Indiskiy begunok jo'jalari 5-6 oydan tuxumga kiradi. Indiskiy utka, inda utkalar 8-9 oyda tuxumga kiradi. Bular dekabr, yanvarlarda tuxumlashni boshlaydi, Xudo xolasa. 3-oy, 4-oyda oralig'ida bularni so'yib yesangiz bo'ladi. To'liq ota-onasiga yetib oladi. 3 kilodan 6 kilogacha vez qiladi indutka. Indiskiy begunok jo'jalari 2 oydan keyin ota-onasi 2 oyda 60 kun deganda ota-onasiga yetib oladi. 1,5 kilodan 2 kilogacha trivezida go'sht qiladi. So'yilganda 1 kilo 1,5 kiloning o'rtasida go'sht chiqadi. Agar siz bu jo'jalarni kimdandir, qayerdandir olib, boqib, yana o'ziga ko'paytiraman desangiz adashasiz. Misol uchun mana shu 20 ta jo'jani oldingiz, xo'razini sotib oling yoki makonni sotib olib, boshqa makon olib keling. Yoki xo'razini sotib, boshqa o'rniga boshqa xo'raz almashtirib keling. Bular chunki qoni bitta bo'ladi. Keyin yildan yilga sizda ko'payish, tuxum tug'ish, samaradorlik, go'sht foizini kamayib ketishi, xullas minusiga ishlaydi. Kichkinayib ketadi. Matchniy pogolovez sizga ziyoningizga ishlashni boshladi. Begona joydan begona xo'roz olib kelib qo'shsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lib, yana ham keyingi yilga jo'jalaringiz yirik, baquvvat, chiroyli bo'lib tug'iladi. Jo'jalarni ochib chiqishiga onasidan ajratib, buni qilib o'zingiz baqib, o'zingizcha mehr berib 1 oygacha yo'lga qo'yib olsangiz, 1 oygacha onasi yana tuxumga kirgan bo'ladi. Xudo xolasa 1,5 oy deganda tug'ib, yana bosib sizga ikkinchi partiya jo'jasini ochib beradi. Yana ochib chiqqandan keyin yana xuddi shunaqa qilasiz. 1 yilda примерно o'rtacha 3 marta 15 tadan примерно 45 ta bola olasiz. Bu o'rtacha maksimalga yaqin yaxshi natija bo'ladi. Agar siz onasidan ajratmasdan hozir 15 kun, 20 kun bola 1 oylab onasi bilan yursa bular, siz jichcha jon kuydirmasangiz, bular onasi bilan yursa, onasi ham yuraveradi. Qachonki bular onasidan ajragandan keyin onasi yana tuxumga kirib, yana tuxum bosguncha sentyabr bo'ladi. Shu bilan 2 marta ochittira olasiz. Ulardan ozroq rezultat olasiz. Qanday ulardan foyda olish o'zingizga bog'liq, o'zingizning xohishingizga bog'liq. Avvalo bu ma'lumotlar kimgadir, bilmaydiganlarga qo'ldan kelgancha ma'lumot bo'ldi degan umiddaman. Bilganlarga qo'shimcha takroriy dars bo'ldi va ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Sizlar bilan Tajriba.uz kanali admin Rustam Murodjon. Bittadan like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizga. Men bundan xursand bo'laman albatta. Fikr mulohazalaringizni o'z kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Hammaga xayr. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog' va salomat bo'linglar. Xonadoningizlarga fayz va barakat, tinchlik, xotirjamlik tilab qolaman. Farzandinglarga ham baraka tilab qolaman. Ishlaringlarga omad, hammanglarga sog' salomat bo'linglar. Kanaldan uzoqlashmanglar. Podдержкада bo'lib turasizlar degan umiddaman. Men ham qo'ldan kelgancha qilayotgan ishlarimni, olayotgan tajribalarimni, yangi ma'lumotlarni berib borishga harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha albatta. Sog' bo'linglar.